Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan qanday qilib zaif bo'lib qolish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, reklama kabineti sozdать knopkasini bosaman. Mana bu yerda mana generatsiya ledov knopkasini bosaman. Продолжить qilaman. Xo'p, kompaniya bo'limida masalan aytaylik nomini beramiz. Aytaylik study lead bo'yicha ishlayotgan reklamamiz o'zimiz tushunarli bo'lishi uchun yozib qo'yaman. Xo'p, narx beramiz. Kompaniya bo'limidan o'tamiz. Guruhlar bo'limiga o'tamiz. Guruhlar bo'limiga o'tgandan keyin aytaylik tak mana tanlaymiz. Xo'p. Bu yerda qizil narsa chiqib turibdi. Ko'rib turibmiz, demak nimadir не то. Pastda ko'rib tursak, условия bor. Biza lead yo'qotganimizda qaysiki bu odamning ma'lumotini olamiz, ismini, nomerini olamiz. Bu narsalarni olish uchun ma'lum bir qoidalarga rioya qilishingiz kerak. Siz odamlarning ma'lumotlarini yig'ib olasiz, shular bilan tanishib, siz qabul qilishingiz kerak degan joy bor. Условия mana. Условияni bosasiz, xohlasangiz o'qib chiqasiz, mana bu yerda tanishib chiqasiz va я соглашаюсь с условиями. Qaysiki men qo'shilaman, roziman degan knopkasini bosasiz va ana shu qizil knopka yo'qoladi. Siz bu yerda reklama qachon chiqib, qachon o'tishlarini belgilaysiz. Xo'p, auditoriyani tanlaysiz, qayerda reklama chiqishlarini tanlaysiz. Hammasi boshqa maqsadda yo'qotgan reklamamiz bilan bir xil qolgan joyi. Lekin mana e'lonlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana e'lonlar bo'limida уже biza tanlashimiz kerak bo'ladi. Bizdan bu yerda so'raydi forma. Mana sozdать форму degan knopka bor. Pastga tushadigan bo'lsak. E'lon rasmiysi joylaysiz, tekst yozasiz va pastda mana sozdать форму knopkasi bor. Sozdать формuni bosasiz va bu yerda siz forma yasashingiz kerak. Qaysiki mana forma deganda o'sha nomerlarini, ismlarini olib qoladigan forma deyilyapti. Qaysi kompaniyaga siz forma yasayotgan bo'lsangiz, o'shani yozib qo'yasiz. Bu aytaylik Union Study US qilib qo'yaman. Xo'p, formani turi qanaqa bo'lishi kerak? Aytaylik повышение объёма, усиление намеренияmi. Повышение объёма turadigan bo'lsa, odam shunday knopkani bossa, ma'lumotlarni shunday olib qoladi. Усиление bo'lsa, aytaylik bu yerda nomerlarni olib qolishidan oldin sen rostdan nomerlaringni berasanmi deb odamdan so'raydi bir bor. Aytaylik качественный заявка olib qolishda качественный заявкаlar bor, nekачественный заявкаlar bor. Nekачественный заявкаlar bu telefon qiladigan bo'lsangiz, men qoldirmagandim, bolalarim o'ynab qoldirgandir, adashib telefon qilsalar, adashib qoldirgandirmiz degan narsalar bo'ladi. Качественныйsida уже tanishib chiqqan, tayyor bo'lgan odamlar bo'ladi telefon qilsangiz. Ha, men tanishib chiqdim, mana bu narsa qiziq menga, mana shu narsani sotmoqchiman. Agar siz качественный ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, усиление намерение qilasiz. Agar sizga ko'proq nomer kerak bo'ladigan bo'lsa, повышение объёмini tanlaysiz. Xo'p, tip formadan o'tamiz. Краткая информация. Xo'p, bu yerda ko'rib turibmiz. Biza o'sha mana bu bizdan so'rayapti. Reklamangga qo'yayotgan rasmini olaymi yoki o'zing rasm tanlaysanmi deyapti. Biz buni bosishimiz mumkin. O'zimiz rasm tanlashimiz mumkin. Okey, qaysi? Mana shuni olamiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozir paydo bo'ladi. Mana. Bu yerda ma'lumotlarni kiritamiz. Hozirroq ariza qoldiring deyishingiz mumkin. Yoki
kompaniya ma'lumotlarini yozib qo'yishingiz bo'ladi. Mana bu joyga Instagramda yozamiz. Universitetning profili degan bo'lsak, aytaylik, mana shu ma'lumotlarni olib, bu joyga ham yozib qo'yaman. Kompaniya haqida ma'lumot. Xo'p. Qisqa ma'lumotlar, qaysi kiratgan informatsiya bo'limi ham yopamiz. Уже keyin savollarga o'tamiz. Savollarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda turibdi bizda pochta va to'liq ism va familiya. Pochta bizga kerak emas, chunki elektron pochta hamma ham ishlatilmaydi bizda. Agar siz aytaylik chet eldan ishlamoqchi bo'lsangiz, Rossiya boshqa davlatlardan ishlamoqchi bo'lsangiz, emailga kerak bo'ladigan bo'lsa, пожалуйста, ishlatsangiz bo'ladi. Lekin O'zbekistonda unchalik ko'p emas elektron pochta ishlatadiganlar. Email olib tashlaymiz, bizga ism, familiya va nomer kerak. Mana bu yerda mana добавить kategoriya degan knopkasi turibdi. Bosamiz. Bo'ladigan bo'lsa, phone number, qaysi telefon raqami. Tanlaymiz, mana. Ko'rib turibsizlar, ism, familiyani yozadi va nomerni yozadi. Ha, bu yerga yozib qo'yamiz keyin. Hoziroq ariza qoldiring. Mana. Вопрос bo'limi ham shu bilan tugadi, yopamiz. Konfidensialnost. Konfidensialnost bu ma'lumotlarga kim javobgar degan narsa. Bu ma'lumotni yozasiz, lekin bunga kim javobgar? Mas'ul shaxs. Bu yerga siz aytaylik ссылка berasiz. To'g'risini aytganda, o'zi bu yerda mas'ul shaxsi nomi, qaysi kompaniya, yuridik taraflama yozilgan, o'sha bo'yicha yozilib chiqilib, o'sha narsani ссылкасы berilishi kerak. Lekin biz bunday qilib turib, ссылканы olib turib, Instagram profilini o'sha kompaniyani ссылкасini qo'yib turib, yozam kompaniyani otini qo'ysa bo'ladi. University deb qo'yamiz. Bo'ldi. Yopamiz va konfidensialnost tugadi va oxiri zaвершение, tugash bo'limi. Tugash bo'limiga kelamiz. Bu yerda уже arizani qabul qilib oldingiz. Shunga siz yozishingiz kerak. Arizangiz qabul qilindi. Unda belgisi bizning Telegram kanalga o'ting. Knopkani oti mana view website turibdi. Buni men Telegram deyman va bu joyga http://telegram.me kompaniyani o'sha kanalini, guruhini yozsam, o'sha linkini berib qo'yaman, username-ni yozib qo'yaman. Qarabsizki, odamlar sizga zaявка qoldiryapti. Zaявка qoldirib bo'lgandan keyin bittagina knopkani bosib, siz Telegramingizga o'tib ketyapti. Bir o'q bilan ikkita quyonni urayotgan bo'lasiz. Даже 3 ta, chunki Instagram profilingizga yoki Facebook akkauntingizga axmat ko'payyapti, statistikasi ko'tarilyapti. Bir o'q bilan 3 ta quyonni uryapsiz. Akkauntlaringiz statistikasi ko'tarilyapti. Siz qiziqayotgan mijozlar nomerini olyapsiz, zaявка olyapsiz va ularni siz Telegram kanalingizga yo'naltiryapsiz. Bu Telegram yoki YouTube yoki veb-saytingiz, umuman boshqa joylar bo'lishi mumkin. O'zingizga to'g'ri keladigan joyga qo'yib qo'yasiz. Xo'p, aytaylik, istalgacha. Publikovать qilaman. Bo'ldi. Mana bizning formamiz joylashdi. Men rasmni joylayman, matnni yozaman va keyin publikovать qiladigan bo'lsam, forma o'sha reklama chiqib ketadi. Odamlar reklamani ko'rgandan keyin mana bu forma ochiladi. O'sha botdan bundoq o'qiydi, next bosiladi, ism, familiyasi, nomerini o'zi yozadi yoki asosan ko'pincha lead formada telefon o'zingiz, masalan, siz telefoningiz sizning ma'lumotlaringizni biladi, ismingiz nimaligini, nomeringiz nechiligini biladi. O'sha narsani o'zi to'ldirib qo'yadi. Yana next bosadi. O'sha xolisa agar o'qib chiqadi kim javobgar bu narsalarga degan narsani, lekin o'sha konfidensialnost bo'limida gaplashgan narsamiz ham, lekin bu narsani
99% o'qimasa kerak, odam 100% desak ham bo'ladi. Chunki o'zingiz qachon konfidensialность bo'limini o'qib chiqqansiz. Keyin yana submit qiladi, bo'ldi. Arizangiz qabul qilindi. Bizning Telegram kanalga o'ting. Telegramni bosadi, Telegram kanalga tushib qoladi. Shu tariqa siz lidlar bo'yicha reklama qilib qolishingiz mumkin bo'ladi. Lidlarni endi qayerdan ko'ramiz, qayerdan olamiz degan narsani keyingi videoda gaplashamiz.